qanchaligini anglab olinglar. Birinchi biza perimetr o'tdik-a? Perimetr bizlarga nima uchun kerak edi hayotimizga? Uyimizni reshetka bilan o'rashimiz uchun biza perimetrni bilishimiz kerak-a? Ko'p olib kelib qo'ymaymiz, temirda sotib pulimizga kuymasligi uchun yoki kam olib kelib qo'ymasligi uchun. Yuzini topishimiz nima uchun kerak edi bizlarga? Gilam olishimiz uchun uyimizga, kafil kelishimiz uchun biza uyimizni nimasini bilishimiz kerak edi? Yuzini topib olishimiz kerak edi. Endi qaranglar, bugun parallelipipedni bizlar nima uchun kerak bu hayotimizga? Yoki ko'p. Endi qaranglar, bu nima uchun kerak? Masalan, basseyn bormi? Basseyn ko'rgansizlar-a? Shunga qancha suv solamiz? Masalan, qancha suv ketadi? Uyimizga yoki quduq qilamiz, to'rt burchak quduqlar bor-a? Suv, dunyoni suvini olib kelib tashlab solib qo'ymaymiz-ku. Shuning uchun bizlar uni hajmini topib olishimiz kerak. Hajmini topishimiz uchun mana bu taraf va bu tarafni nima qilamiz? Ko'paytiramiz. Ko'paygan bir, ko'paygan seni ko'paytiramiz. Hajmni bilishimiz bizlar necha litr suv olib kelishimizni bilishimiz kerak. Teng. Ya'ni hajmimiz 20 detsimetr kub chiqsa, o 20 litr, ya'ni 20 litr suv olib kelishimiz kerak. 1 detsimetr kub 1 litrga teng. Tushunyapsizmi? Masalan, keyin bu parallelipiped bor-ku, buning qirrasi bor, yog'i bor va uchi bor. Masalan, mana bundan misol qilib beraman. Qo'yib turay, buni ham qo'yib turay. Mana shu to'rtburchak parallelipipedga o'xshatsak bo'ladi. Mana, ko'ryapsizlar-a? Bunda xuddi uyimiz ham, uyda kichkina maketda bo'lsak bo'ladi. Mana bular nimalari? Qirralari, Mana uchi. Mana uch turibdimi? Bitta uchi, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta. Nechta uchi bor ekan? Sakkizta uchi bor ekan. Yo'q degan bor-ku, tomonlar yo'q. Mana taraflar bor-ku, devorimizni bu taraflari. Uning yo'qlari deylar. Bitta, bu tarafga ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita. Nechta yo'q bor? Oltita yo'q bor ekan. Qirrasi degani, uyimizda bor-ku, shu tarafdan bu tarafgacha. Bittami? Ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta, 9ta, 10ta, 11ta, 12ta qirrasi bor ekan. 12ta qirrasi bor ekan. Tushundikmi? Nimaga kerakligini tushundikmi? Hayotimizga. Qarang, bitta narsani o'rgatgan. 1 detsimetr kub bor-ku, o'sha 1 litrga teng. 1 detsimetr kub 1 litrga teng. Hozir tushuntirib ketaman, ana ham, отдельно qilib.